Avvalambor assalomu alaykum yurtdoshlar, sizlarga Navro'z ayyomingiz muborak bo'lsin. Bugun Shavkat aka Zulfiqor bilan hamkorlikda 77-sonli ko'zi ojizlar maktabiga tashrif buyurganmiz va Navro'z bayrami bilan tabriklab hamda iftorlik qilib berish maqsadida, to'g'rimi? Albatta. Biz doim bu yerga kelishdi, harakatida bo'lardi, ishlar bilan bo'lardi. Qarang, shunaqa 21-mart bayram arafasiga bizga to'g'ri kelib qoldi. Aynan shularga tadbir qilib berish, shular bilan birgalikda suhbatlashib, shularning ko'nglini ko'tarib, maqsadimiz va undan tashqari o'sha iftorligini shular bilan birgalikda iftorlik qilish. Shu fursatdan foydalanib hammanglarga Navro'z ayyomi muborak bo'lsin. Bayram barchamiz oilamizga baxt, omad, quvonch, huzur, halovat olib kelsin. Barchaga muborak bo'lsin. Kuzatishda davom eting. Navro'z kelibon jumlai jahon nozlanajakdir. Oftob qizitib asta sekin yozlanajakdir. Navro'z kelibon jumlai jahon nozlanajakdir. Oftob qizitib asta sekin yozlanajakdir. Yashnar tabiat dashtu adir lola ichida. Yurtim chamalim o'zgacha pardozlanajakdir. Yashnar tabiat dashtu adir lola ichida. Mana oshimiz ham tayyor bo'lib qoldi. Qarang, ko'pchilik rizq qo'shilganda qarang. Necha kilo ekan bu yerda endi? 40 kilodan deyapti. Eng asosini aytaymi? Nazar Biznes degan kompaniya mana shu aka oshini biz ko'taraylik deb, oshini ko'tarib berish. Hamkorlikda. Gap yo'q. Xudo xolasa, videoni oxirigacha ko'rib borsanglar, biz yoritib beraveramiz, xudo xolasa. Boshmaz akamizga ham omadlar tilaymiz, xudo xolasa. Boringizga shukur. Osh shirin chiqadi, chunki ko'pchilikniki ham miskinlarnikida zo'r va mazasi. Mana bugun Navro'z bayrami munosabati bilan ko'zi ojiz miskinlarni Navro'z bayrami bilan tabriklagan keldik. Bu barchaga oilasiga baxt, omad, quvonch olib kelsa, Xudo xohlasa hammani birgalikda xursand qilamiz. Qani ketdik. Shavkatjon aka, bu ko'rib turgan 300 kishiga joy qilinayotgan ekanda, bu nimaga? Endi shu yerdagi o'sha bolajonlarimiz, mana hamma ko'ryapsiz, kimnidir ko'zi umuman ko'rmaydi. Kimnikidir 50%, kimnikidir bir tomon ishlamaydi. Hammasida nuqsonli bolajonlar bular. Ularni ko'ynini olishga kelganmiz. Mana hozir mana stollarni to'g'rilashyapti, suv qo'yishni boshlayapti. Hozir iftorligimizga 1,5 soat qoldi. 1,5 soatda xudo xolasa hamma tayyor qo'yamiz, keyin o'sha videoni ham qo'yamiz. Undan tashqari yana bizni natural muzqaymoqlarimiz har bittasiga ajratib muzqaymoq jo'natgan. Milliy kola o'zimizning milliy brendimiz Milliy kola tomonidan sayxun suvlari bilan milliy kolasini jo'natishgan. Juda ham faqat xursandmiz, chunki qarang, biz ham shu savobdan sherik bo'lib qolaylik deganda. Bizga barcha homiylik qilayotgan insonlardan Alloh rozi bo'lsin. Topganiga Alloh taolo baraka berib, shu dunyoni o'zida ziyodasini o'rni to'ldirib qo'ysin, ha? Albatta. Tilginam sayron bo'lgan yurtim desam dilginam xandon bo'lgan chamanimning chiroyi gul oftobi guloyi yuragimning bir joyi rayhon bo'lgan bugungi bayram sonimizga bolajonlarimizga natural muzqaymoqlari ham o'z hissasini qo'shmoqchi bo'lishdi. Harakat tarqatishdi, oling. Milliylik millat ko'zgusi. Молодец. Bu uchun
sizga bo'lsin. Bo'ldi, tamom. Akasi u. Mana yurtboshimiz milliylikni targ'ib bo'yicha juda ko'p sovg'alar, sovrinlar bo'yicha ham gapirib o'tdilar. Milliylik millat ko'zgusi. Juda chiroyli yarashdi Mana bolalarimizga. qarang chiroyliligini bularni har bittasiga yarashgan. O'zlari ham chiroyli. Gap bo'lishi mumkin emas. Malades. Kiyim yana ham chiroyli qilib turibdi bularni. Mana aziz vatandoshlar, bugungi tadbirimizni ham chiroyli qilib o'tkazib oldik. Shohista qalay bo'ldi. Juda ham zo'r. Bu yoshlarni o'qishga intilishini, bularni mehrini ko'rib juda ham boshqacha bo'lib ketdim. Birinchi marta kelishing-a? Birinchi marta kelishim. Men yomon mazza qildim. Yana bir bor hammanglarni Navro'z bayrami bilan tabriklaymiz. Yaxshilikda ko'rishguncha xayr. Hamma bizga yordam berganlar, podeshkada bo'lgan homiy hammalaringdan Alloh rozi bo'lsin.